To'g'risini aytsam, bu miflarning hammasi rost. Hech qanaqa hazil emas, katam. Ha, to'g'ri. Oh. Kofe zo'r ketar ekan-a, Niko kechqurun. Ha. Xo'p, gapirchi, yana qanaqa miflaring bor? Shunday qilib, soat 9. Ahmoqchi, manda bor. Saniki qiz emas, korоче, Davay. Bilas? Niko, qanaqa mifing? Hay. Kecha u shahardan qaytayotganimda qanaqadir bir bolalar aytib berishuvdi, o'sha mahalladagi. Xo'sh, qanaqa mif? Shahardan korоче, soat 12da To'linoyga qarasang, qarama. Ha, bo'ldi. Hali soat 11:30 ku, 11:30 ku hali soat. Qanaqadir bir maxluqlar chiqib, seni olib ketadi. Yo'q-e. Dunyodagi o'sha Minecraftdagi barcha mavjudotlar kelib, seni korоче nima desa bo'ladi, o'yinchoq qilishadi-da. O'ldirishga harakat qilishmoqchi bo'ladi, to'g'rimi? Shunday qilib? Ha. Voy, yo. Keyin o'z yuragingni pishirib yeyishadi. Yuragimmi? Voy, nima deyapti bu bolalar? Bu ertakligi bilinib turibdi-yu, voy, hech qanaqa bunaqa bo'lishi Bu mumkin. ishonmasang ana shunaqa bo'ladi. Da. Ha, ishondim deylik. Soatam 11 bo'lib qopti. Men ketdim mana. To'xtab tur, hali mana bularda ham mif bor ekan, eshitaylik. Da, katam, menda ham mif bor. Eshitsang agar zo'rdan bor, maza qilib eshitasan. Yana qo'rqasan ham. Xo'sh, qanaqa mifing bor? Jitilchi, senda ham mif bormi? Miyangda hech nima yo'qmi buning? Menda ham bor. Qanaqa mif bor? Menda ham bor. Qani, qaysi? Xullas, kechqurun sochini olsang, seni o'ldirib ketishadi. Eshitdim. Voy, yo'q, ertak-ku. Ha. Da, mayli. Unda hamma miflarni ertakligi bilinib turibdi, ishonmayman hech qanaqa. Xo'p, mayli Niko. Do'stim, charchamagina. Bo'pti. Anu yigitlar bilan Da. ketamiz, yig'ilib, men bilan narsalar olib. Bo'ldi, yig'ishtirib qo'yinglar. Bo'pti, mayli, charchamang. Ha. Voy, qo'rqoq bolalar. Ko'rdinglarmi nima bo'lganini hozir? Barchalarga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan man katan ko'rib turinglar hozir nimalar bo'lganini. Qanaqadir quvuschi, qanaqadir miflarni aytib ketdi. Ya'ni mana bu otlar ham meni o'ldirishi mumkin-da, men bu oyga 12 da qarasam. Hozir soat necha edi? Hozir soat где-то 11 bo'ldi. Qayerdan bilyapsan desanglar, men bu yulduzlarga qarayapman. Yulduzlar yo'nalishi o'rganib chiqaman, to'g'risi hammasi bu hazil. Просто tak uyimizdagi soat 11. Tak, unday bo'lsa biz o'sha miflarni tekshirib ko'rishga harakat qilamiz. O'rtoqlar, qaranglar, videomizga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Tak, qani uni biz boshladik. Tak. To'xtanglarchi. Aytgancha mana bu poliz ekinlarim qolib ketgan aytgancha. Voy, yo, buni qilish kech bo'lganda. Ertalab bo'lganda o'sib chiqishi aniq ehtimoli bor. Ehtimol emas, bu aniq, bu fakt. Hay mayli, buni fakt desa bo'ladi. Miflarga ishonmanglar. O'zi mif nima degani o'rtoqlar? Mif bu afsona degani. Inglizcha so'zdan olingan bo'lib. Va sizlarning aqlli kataninglar hamma narsani biladi. Shuning uchun bitta like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Hay mayli. Sizlar yana zeriktirib olgan bo'lsam kerak, hay. Tak, hozir soat mana 11 ko'rib turganinglarda, sizlarga ko'rinmaydi, menga ko'rinadi. Sizlarga bijir. Hay, qaranglar, 11 bo'lgan soat. Tak, mana ish rejam yozilgan. Ish rejamga ko'ra bugun ko'p o'yin kulgi qilib voy. Juda charchab ketdim, to'g'risini aytsam. Hay, mayli. Unda biz ketmonimizni olamiz adagini. Tak, buni qilamiz. Mana telefonni ham olamiz. Mana buni nima qilyapti? Qani, unda ketdik. Poliz ekinlarini, har doimgi dehqonchilik ishlari. O'zi ham bor-ku, juda zerikib ketdim shu ishlari. Yaqinda bir boshqa joylarga ketgim kelyapti. 13-qishloq har doimgidek. Kun oddiy, sokin. Soat hali 11:30. Hay, nima ham derdik. Tak, bu qo'shnimniki. Ya'ni men bu jitilga tegishli bu poliz ekinlari. Hay, unga yordam bo'lsin deb 12dan o'g'irlik qilib turamiz. Ertaga babu chiqishi aniq. Uzr, jitil. Hali ham uxlab. Nima romantika qilyaptimi? Kimdir bormi? Eshitmasin. Hay, mayli. O'g'irlik yaxshi ish emas baribirga. Men ertaga qaytarib beraman. Prosta o'zim ishlaganim uchun o'zimga ozgina olib qolaman. Ozgina emas, yarimidan ko'pini. Albatta bu mening ishim. Xo'p, mayli, o'rtoqlar. Tak, unday bo'lsa poliz ekinlarini ishimizni qilib bo'ldik. Rejamiz bajarildi. Endi miflarni bajarishga o'tamiz. Ya'ni afsonalarni.
Xo'sh, qanaqa afzal men qilichimni olishim kerak, chunki qo'rqaman nimadir chiqib qolgan bo'lsa. O'sha qilich ishlatish mumkin emas qishloqda, lekin shuning uchun men qishloqda emas, boshqa joyda ishlatishga harakat qilaman. Unday bo'lsa biz mana bu o'rmonlarga ketamiz, nima bo'lishini bilishga harakat qilamiz. Soat roppa-rosa 12. Ikkiga где-то 10 minut qoldi. Unday bo'lsa qani ketdik. Tak, mo'l yursa ham yo'l yurdik. Birinchi mif nima haqida edi? Birinchi afsonamiz bizning boshimizga nimadir kelib, soat roppa-rosa 11:30 da, o'tib ketibdi 11:30, lekin roppa-rosa 11:30 da bizni boshimizga kelib nimadir sanchilib, biza o'lib qolishimiz kerak ekan. To'g'ri, bu afsona kimdandir qaysidir jitildan chiqqan, bu mif to'g'ri bo'lishiga hech qanday ko'zim yetmayapti. No hay. Qani yuraylikchi, nima bo'lar ekan? No. Juda qo'rqinchli, juda ham qo'rqib ketyapman bunaqa joylarda yurib. Vau, вообще ajoyib orol. Qaniydi shaharga ketsam. Xo'p, mayli, unday bo'lsa mifni afsonani test qilib ko'ramiz. Test emas, afsonani sinab ko'ramiz. Uning uchun bizga hozir mif cho'tta xatoga o'xshayapti. Soat 11:30 bo'lgan rovni, lekin hech qanaqa boshimga nimadir kelib tushunman, o'lganim yo'q. Bu xato. Tak, men bu yerda moshin topib oldim. Men bu cho'tta shubhaliga o'xshayapti, lekin bilmadim, bu mol nima qilib yuribdi kechqurun bo'lganda. Sen mol nima qilib yuribsan? Vaqtida kimni molisan? So'yib o'ldirib tashlashdan begona mollarga teginish mumkin emas. Tak, bu yerda mashina bor. Bu kimniki qiziq? Shotga tashlab ketgan. Xo'p, mayli, buni ertaga obedda jitellardan so'rab ko'rishga harakat qilaman. Unday bo'lsa, men qishloqqa qaytishga urinib ko'raman. Tak. Albatta, qilichimni qo'limga olaman, chunki hozir oldimda nimadir yomon yoki shubhali narsa o'tib qolsa, masalan, voy, qo'rqib ketdim, yuragim tosh, voy, tillarim aylanib ketyapti. Даже voy, tishlama, qo'rqaman. Xotining bilan romantika qilayotganmiding? Sorry, uzr so'rayman, dushib. Men bilmagandim, to'g'risi. Juda ham otlar fasli bo'ldi bu yil, chunki juda ham ot ko'p ko'rganinglardek, hammasi qanaqadir no-name otlar, chunki zotdor emas. Men bu ot zotdorga o'xshayapti, lekin ham mayli. Otlar haqida gaplashishni bas qilaylik. Tak, soat ham 11 nechidir bo'lib qoldi va birinchi mifimiz albatta yolg'on bo'lib chiqdi. Bu mifimiz o'sha roppa-rosa soat 11:30 da o'rmonning o'rtasida aylanib yursang, boshingga nimadir kelib tushishi kerak edi. No, bu narsa yolg'on. Men bu polyani tozalab qo'yganimga qaranglar. Hozir soatga qarasak, tak, kompyuterimdan ko'rsataman. Telefon soati xato desanglar, mana soat 12 ham bo'lib qoldi. Даже biz 12:40 da chiqdik. Hay, sal ozgina xato qildik. Hay, mayli, hech qisi yo'q. Soat 12 dan nechtadir o'tdi. Mana 12, roppa-rosa 12. Tak, chiqamiz. Tak. Biz ikkinchi mifimiz Niko do'stim aytgandek, bu qanaqa mif edi? Roppa-rosa soat 12 da to'lin oyga qarab tursang, seni hamma короче, mana bunaqa narsalar, morflar o'ldirib ketadi. Hamma mahluqlar, Minecraft olamidagi mahluqlar seni kelib oldinga o'ldirib ketadi degandi. No, bu yolg'onga o'xshayapti. Bilmadim nimaga. No, qani ketdik. 10 sekund qarayman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. No, kutilgan edi. Bu morf debman, uzr, sorry. Bu mif albatta yolg'on edi, chunki men o'zim ham ishonmagandim bunaqa narsa bo'lishiga. Bu Minecraft olamida umuman bo'lmagan narsa va bo'lmaydi edi degan umiddaman. Qani unda keyingi mifga o'tamiz. Keyingi mifda aytilganidek, ikkinchi mifimizda aytilganida, короче, bizlar eskiroq ko'lmakka borib, o'sha yerda cho'milsak, oyog'imizdan qanaqadir suv parisi yoki farishta tortar ekan. To'g'ri, bu hammasi ertak, chunki hali biz shuncha miflarni eshitgan bo'lsak ham bittasi ham ro'y bermadi. Bizni tasodifan ham bizga uchramadi, chunki men qanaqadir omadsiz insonman yoki menga uchrashgisi kelmayapti. No, hay, mayli. Bularni hammasi ertakligini sizlar ham bilib turibsizlar. Shuning uchun videomizga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Minecraftda lekin bilmadim. Real hayotda bu bo'lishi mumkindek tuyulyapti, lekin Minecraftda aslo buning iloji yo'q. Chunki Minecraftdalar kechquruni ham, ertalab ham suvda cho'milishgan. Hech qanaqa o'sha ko'lmakda cho'milishgan deb o'ylayman-da. Unda ketdik bizlar. Tak, qani unda bizlar o'sha ko'lmakka ketishga harakat qilamiz. Tak, mana shu atrofda ko'lmak bor edi. What the heck? What's going on in my heart? Bro, nima bo'lyapti bu yerda? Hali ham o'shalar, bilmadim, uy yo'li. Kechqurun bilan nimadirlarni o'tirishib chiqishibdi.
Короче, biz yana mana o'sha eskiroq ko'lmakka keldik va bunda cho'milishga harakat qilamiz. Qani narsalarimizni tashlaymiz, qilich, telefonimizni bu yoqqa tashlab qo'yamiz, telefonimiz kuymasligi uchun. Nadayus. Nu, mayli, qani unda kalla tashladik. U ana. Nu, hech nima ro'y bermadi, ko'rib turganinglardek. Mana suzyapmiz, oyog'imizda hech kim tortayotgani yo'q. Hozir nafasim tiqilib o'laman. Nu, hech nima bo'lgani yo'q. Ko'rib turganinglarda bu mif ham yolg'onga o'xshayapti. No, menga bitta mif to'g'ri chiqsa edi, vashti sizlarni xursand qilardim. No, hay, ladinka, no. No, boyagi mol bizni yaxshi ko'rib qoldimi deyman, bizning oldimizga kelyapti. Qani sut berchi? No, blin, hay. 3-mifimiz ham yolg'on bo'lib chiqdi, o'rtoqlar. Ko'ryapsizlar, hamma miflarga ham ishonavermanglar. Lekin hayotdagi miflarga ishonishinglarni so'rab qolardim, chunki juda qo'rqinchli bo'lar edi. Men hozir ham qo'rqyapman. Sizlarchi kommentariyaga yozib qoldiring. Video qiziqarli yoki qiziqarsiz. No, hayr. Unday bo'lsa, mana bu mifimiz ham yolg'on bo'lib chiqdi. Nimaga bunaqa narsalar bo'lyapti men bilan? Oh, xudoyim. Blin, o'rtoqlar, mani blin, telefonim qolib ketibdi va mening qilichim ham qolib ketibdi. Endi ulardan ayrildim deb umid qilaman va yangisini sotib olaman. Chunki bizda nima ko'p, pul ko'p. Buni qayerdan olamiz? Albatta Janubiy Merdan olamiz va unday qilib keyingi mifga start bersak. Keyingi mifda aytilgan qanaqadir maxsus sham yordamida o'shani yoqib, uni yasash kerak qanaqadir yo'llar bilan. Men uni qanday yasashni bilaman. Поэтому sizlarga sekretini o'rgatishim mumkin. Agarda videomizga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar albatta. Qani unda bizlar boshladik. Men bu yerga bitta mashhurlarga bitta endi o'sha maxsus sham deganda, maxsus sham deganimizda Любой bitta sham, короче, men bunda tog'orani ichiga sham bo'ladi va o'shanga salom arvohlar deb 3 marta biz qaytarsak bu so'zlarni, bizning oldimizga qanaqadir arvohlar ko'rina boshlar ekan. No, bu mif ham yolg'onga o'xshabdi. No, biz ko'rishimiz kerak. Bizlar abetda polni uxladik va dam oldik va shuning uchun energiyaga juda ham boymiz. Naryodagi odam meni juda ham shubhalantiryapti. Bu kim o'zi? Herobremmi yoki oddiy sotuvchi? Kech bo'lganda nima qilib, nimalarga qarab yuribdi? Nima qilmoqchi? Maqsadi nima? No, hay mayli, menga vaqtga qiziqmas. Unday bo'lsa men shamni yasab kelaman va bizning super mega omborimizda любой narsani yasash iloji bor. Tak, o'rtoqlar, mana hozir shamni ham oldik, lekin qandaydir buglar bo'lyapti. Oho, Minecraft bizni toza nimadir qilib tashyapti. Tak, mana qo'yib bo'lmayapti, ko'rib turganinglarda. Endi nima qilishni bilmadim. No, hammaga rahmat. Video shu yergacha bo'ldi. Uzr so'rayman. No, hammaga rahmat.